yavmun deb o'qiymizmi yoki yavmunmi? Vasvasami yoki vasvasami? Keling, bu vav harfini arab tilida qanday talaffuz qilishligini sizga batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Albatta ushbu videomizni oxirigacha kuzating. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. O'zbek tilida biz vav harfini, ya'ni v harfini oldingi tishni pastki labga tegishi, ya'ni va, vi, vu, ya'ni yavmun, vasvasa deb aytamiz. Arab tilida esa vav harfi ikki labning oldinga biroz chiqishi, ya'ni cho'chchayib chiqishi orqali au, va deb talaffuz qilamiz. Ya'ni bunda vav harfida tish ishtirok etmaydi. Arab tilida biz bu so'zlarni yavmun, lablar oldinga, yavmun, vasa deb lablarni oldinga chiqarish orqali talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.